Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın har qaysi joylardagi qarindoshlarım. Bugün yeni şu tedbiriyay Şərq ve G'arb arasında İslam degan kitabımızda 5. dersimizni Ali İzzet Begoviç ustaznınki merhumning kitabidan birlikte canlıklar dünyasında dualizm. Canlıklar dünyasının dualizmi degan bunu dersden başlayımız qadirli qarindoshlar. Ayaga isim biraz hata yazılıp qaptı, şunda olsama tüzütüp oquşundan ümit qilaman. Canlıklar dünyasının dualizmi. Acaba hayatını vücutga keltirishga qobiliyatimiz yetarmi? Ve bunu her qanday bir davrda vücutga chiqara olamdiq? İnsanın imkoniyatlarının dairesidir o. Cevap, eğer hayatını düşünüp yeterlisek, bularını vücutga çıkara alayımız. Ama hayatını düşünüp yeterlişimiz mümkün mü? Biyologiya hayatın negizini tema qildigan bir pen emas. O nokul hayat hadisini, yani objektif mevcut narsalarni tema qiladi. Yuqorida o'tirib qo'yilgan hayvan inson dualizmi bu yerda mi ushurtimiz. Biroq uni modda hayot yo'nalishida bir doira yoki bir daraja ostida ushurtish mumkin. Bir tarafda qo'llash, son, takrorlanish, sabab, mexanizm, yana bir tarafda chinlik, soplik, xoslik, zo'riyish, tabiiylik organizmini ushurtimiz. Hayat ne maddenin mexaniklik ve diyalektiklik davamı emas. Ne onun murakkab ve üstün derecede teşkilatlangan ifadesi emas. Hayat bazı mahiyetlik alaydıklarına asaslanganda maddi yanımızga zit. Hayat maddiga zit bir mahiyetke ega. Biyologlarning qarashicha entropi, yani bu ufqum fizikida bir sisteminin mexaniklik ishqa aylanmaydigan issiqlik energiyasini ifodalash ishlatiladi. Normal hayotta bir sistemidagi qalaymaganchilikni ifodalaydi debdi. Biyologlarning qarashicha entropi hayotning ta'rifini izohlaydigan asosiy ufqum bo'lib, moddaga hukmron bo'lgan qonuniyatlar natijada entropiga aylanadi. Bu kainotdagi qalaymaganchilikni sistema, intizom ve energiyaning eng tuvan darajaga tushib qolishini ko'rsatadi. Canlılık sistemlerinin asas alayliki entropiga karşı hareket qilish bo'lib, anti-entropilik hadise hesaplanadi. Başqacha qilib aytsak, oddiylikdan murakkablikni, qalaymaganchilikdan intizomni o'tirg'i chiqarish va sistemini vaqtlik bo'lsa-mu energiyaning yuqori saviyasida qo'g'dash va tutib turish qobiliyatidir. Her qanday bir moddiy sistema entropining texmi yuqori saviyaga qarab ilgirlaydigan bo'lsa, her qanday bir canlılık sistema bununla zid yo'nalishda harakat qiladi. İkisi bir-biriga ta'dir harakat qiladi. Chunki hayot mexaniklik qonuniyatga zid harakat qilish deganlikdir. Yuqorqi qarashlarning sahibi biolog emas. Shunga bu masalalarda bu sohadagi nupuzli shaxslarning qarashlari va nazariyalaridan o'zimda olgan xolos. Bular tadqiqot qilgan temining mohiyati haqida, ya'ni hayot va ruh haqida biyologiya ve psixologiya ilmi hozirgacha qoyil qilarlik nazariya yoki ilmi xulosa o'ttirg'a qo'yolgani yo'q. Shunga bu nuqtaga hargizmi sal qaramaslik kerak. Muallif temidan mushu yakunni chiqara olsa-mu, lekin buning hayron qilarlik ish emasligini ta'kidlagisi keldi. 1950-yili Andrey Georgiy Novellis Literaris jurnalida hayat degan zot nima degan savol ustida ray sinash elib boradi. Ray sinash qatnashgan biolog, doktor, fizikchilarning hammasi degudek bu savol oldida arisaldi qilib, ehtiyot bilan javob berishga tirishganliklari ko'riladi. Ray sinash qatnashgan Pierre Leppening javobi mundaq: Sir qandoq bo'lsa, shu peti yeshilmay qoladi. Nadallıkımızın ifadesi bo'lgan hayat haqidagi her izohatlar hayat haqida tug'ma ega bo'lgan idrokimizdan müjmel bo'ladi. Günümüzde nüfuzluk biyologlardan Jean Rostand 1977 yılı vafat bo'lgan,
o'xshash savolga mundaq deb javob berdi. Hozir biz hayotning zodi qandaq narsaligini bilmaymiz. Hatto hayotdan iborat bu hodisaning to'liq izohatini deb berishdanmi ojizmiz. Erwin Schrödinger hayotlik degan nima degan kitobida mundaq deydi. Kainotdagi organizmlar har zamon sirliq ko'rinadi. Qadimda insonlar organizmlarning tabiatdan halqagan alayda bir kuchining ta'sirida harakat qiladiganligini o'ylaydi. Jonliq organizmlar o'zining orqaga chekinish bosqichini qandoqlarcha ostilatalaydi. Har jarayon yoki hodisa va yoki o'zgarish boshqacha qilib aytganda tabiatda bo'lib o'tgan har qanday hodisa entropiyaning avushidan darak beradi. Organizm bu jarayonni to'xtatalishi mumkin. Ya'ni tashqi muhitdan manfiy entropiya qabul qilgan ahvolda andin hayotda qolishi mumkin. Demakki, organizm manfiy entropiya bilan oziqlanadi. Fransiyalik qadimiy jonliqlar tadqiqotchisi Taylor de Chardin mundaq deydi. Nurg'un to'salg'ularning aksicha cho'ng molekulalardan ko'p hujayrilik jonliqlarni paydo qiladigan jarayon izchil davomlashadi. Bu jarayonda hayotiy ta'sirlar, oldin bilish tas bo'lgan o'zgarishlar o'z oldiga tartib va ong paydo bo'ladi. Buningdan bunu savolini so'rash mumkin. Dunyoning texnik murakkablikka qarab yuzlanishi bilan dunyoni oddiylikqa tortadigan, texnik ko'p tadqiq qilingan va bilingan yana bir harakati o'ttirisida birer munosabat bormi? E'tiki ilm uchun koinotning aslidagi siri balkim mushu savoldan tepilishi mumkin. Hujayralarning organizmlarni taraqqiy qildirish aloyiligi bilan ba'zi qurtlarning ijtimoiylikqa xos ba'zi aloyiliklarini bayqash unchavola tas bo'lmagan haqiqatlardan hisoblanadi. Lekin bularni bu narsalarga bo'lgan hozirgi tushunchamiz bilan izohlash haqiqatan tas. Alex Carrel inson bilinmagan maxluqdir degan kitobini elinibdi. Nopozliq biologlardan Kurt Goldstein bu haqda mundaq deydi. Halbuki bu savolga javob tepish uchun tabiatdagi jonsiz narsalarni izohlashda ko'nib ketgan metodlarimiz bilan harakat qila olamiz. Muayyan bir narsani parchalab eng inchki qismlarini tadqiq qilib chiqib, o'sha tadqiqot natijalariga asosan shu narsani bizning misolimizda organizmni boshqa tabiiy fanlarda elib borganimizga o'xshash qaytadan vujudga chiqarishga tirishib baqsak muvofiq bo'lamdi. Bu metod uzundan buyon biologiyalik tadqiqotlar intilib kelayotgan metoddek ta'sir berib kelyapti. Biroq haqiqat shuki, bu usul kishini qoyil qilgudek natija berolmaydi. Bundaq ahvolda qanday harakat qilishimiz kerak? Bu nuqtada izohatimizning 5 manfiy bir xulosa chiqara olishimiz mumkin. Mazkur metod qanday bo'lishidan qat'iy nazar kishini qoyil qila olgudek metod emas. Muallif tadqiqot temasi bilan metod o'ttirisida o'zaro munosabat borligini ta'kidlagandan keyin buni xulosa qiladi. Eng tuvan bo'lgandan eng yuqori bo'lganni, eng oddiy bo'lgandan eng murakkab bo'lganni ilgari surib kelgan tadqiqot qoidalarining o'rniga ta'tir yo'l bo'yicha ish tutish kerak. Bu sababdan harakat nuqtasi bo'lgan insonni chiqish qilib, hayotni va boshqa jonliqlarni tushunishga tirishimiz. Kega organizmning qurilmasi degan kitobdan ilinibdi, qadrli qarindoshlar. Kari Jaspers jonliqlarning ta'tirisiga qaytishi haqida umumiy psixopatologiya nomli asrida 1434-yilda yozilgan ekan, mundaq deydi. Ruhiy haqiqatlar mujmal tariqada tamamen yangi ko'rinadi. Ular bir-birini ta'qib qiladi. Normal hayotning ruhiy mukammallik bosqichlari bilan binormal hayotning doiralari vaqtning o'tishiga ergishib iniqsiz jarayonlarni o'ttirib chiqaradi. Tabiiy fanning Lewis de Broglie 1929 Nobel fizika mukofotiga erishgan. Demakki, kunimizdagi fizika va ximiy ma'lumotlarimiz turtkisida hayotni tamamen izohlash mumkin emas. Ya'ni tabiiy fanning temalarini qanday izohlagan bo'lsak, bularni atrofli izohlashimiz kerak.
Chunki bularni ish tarafdan tadqiq qilib bo'lmaganiga o'xshash psixologik haqiqatlarni sirtdan tadqiq qilib bo'lmaydi. Jasper psixologiyadagi tushunish metodi bilan tabiiy fanlarning metodi turtkisida bayqalgan izohlash o'ttirisidagi farqni ta'kidlab, buni xulosaga keladi. Bu yerda ta'kidlangan nuqta bo'lsa, bir-biridan farqli bo'lgan tushunchalarning aslidagi manbalaridir. Shveysariyalik biolog Guyonet hayot bilan fizika va ximiyalik hodisalar o'ttirisida ro'shan farqning borligini o'ttirib qo'yib mundaq deydi. Fizikchilar hayotni fizikalik va ximiy formulalar bilan izohlash uchun nihoyat zo'r tirishchilik ko'rsatib kelayotgan sharoitda bizdek biologlar hal qilinmay kelayotgan hayotdagi sirliq narsaga uchrab qolganligimiz ustida obdan o'ylanib beqishni tavsiya qilaman. Hayot tashkilotlangan bo'lib, muayyan shaklga ega bo'lib bo'lgan. Biroq birli qatim emas, qancha milliard yil ichida million qatim bo'lgan. Dal bu yerda mohiyatlik bir yuzlanish bor bo'lib, buni har qanday fizikalik va ximiyalik formulalar bilan izohlash asosan mumkin emas. Fransiyalik biolog André Leuf virus ve bakteriyalarning birlashib mexanizmini tadqiq qilish bilan shuhrat tepib, 1965-yili Nobel meditsina mukofotiga erishgan deydi. Hayotni organizmning sifati, ifodasi yoki ahvoli sifatida ta'riflash mumkin. Organizm bir-biriga bog'liq qurilma va funksiyalarning mustaqil va ishlab chiqara oladigan xususiyatga ega sistemasidir. Viruslarning organik moddalar bilan jonliq modda orasida munosabat tashkil qilganligi talay qatim ta'kidlanib keldi. Halbuki jonliq modda deb bir narsa mavjud emas. Bir hujayraning enzim yoki yadro kislotasiga o'xshash tarkibi jonliq javhar bo'lolmaydi. Yakka va birdan bir jonliq organizm bo'lib, organizm hammadan ustun turdi. Gerçi virus aqsillari va virus yadro kislotasining birlashmasi probrikada uruqlanish usuli bilan o'ttirg'i chiqarildi. Biroq nuqul buningga asoslanib hayot birlashmasini ilgari surishga bo'lmaydi. Chunki bu xoldagi tadqiqotlarda virusga cho'qim to'liqlama moddalar beriladi. Bu to'liqlama modda haqiqatan nukleotidlarga xos genlik bir moddadir. Aqsillar yoki yadro kislotasining ba'zi tarkiblariga erishish tez emas. Biroq organizmni vujudga chiqarish hozircha mumkin bo'lmagan bir bakteriyani tarkib qilish hozircha mumkin emas. Le Monde jurnalining ziyoratini qabul qilganda o'ttirib qo'ygan qarashlar ekan, qadrli qarindoshlar. Mashhur psixolog Ivan Pavlov o'xshash gumonni o'ttirib qo'ydi. İnsaniyetdə neçə min yıldan buyan insanın psixikalik ruhi halatlarını tədqiq qilib kelməkdə. Bunu yalğız psixologlarla emas, sənətçilər, ədəbiyyatçılar köngül bilib kelməkdə. Bu haqda qancha minglığan sahifəlik əsərlər və tədqiqat nəticələri ro'yobga chiqqan bo'lsa-mu, hozirgacha insanın psixikalik ruhi halatlarini boshqarib kelgan qoida qonuniyatga erishilmay kelyapmiz. Psikologiya Experimental nomli asardan naql qilindi debdi. Qadrli qarindoshlar, organlarning qurilmasini tadqiqot qilishda foydalaniladigan metod inson ro'yiga butunlay yotdir. Butun bir material birli hujayradan tashkil topgan. Xuddi bir binoning boshqa qishlarni vujudga chiqargan seyrlik bir xish ichidan maydonga kelishiga ve bu qishlarning binokorning planini ve tamchilarni saqlab turmasdan öz aldığı birleşip tamlarni, derizalarni, o'g'izlardagi kayışlarni vujudga chiqarishiga o'xshaydi. Organlar qadimiy zamonlarda balalarga so'zlab berilgan cho'chaklardagi parizatlar ishlatgan narsalarning turkisi taraqqiy qiladi. Aqlimiz ichki organlar dunyosida o'zini tepishdan ojiz keladi. Qurilmasini o'zi yasagan, biroq uni yasaganda jonliqlarning murakkab ichki mexanizmisiz emas, cheksiz olamni taqlid qilib turib yasab chiqqan bedenimizning ozuqliq, nerva va ruhiy energiyasi nimaga tayinadi? Buni hozirgacha yechib chiqqanimiz yo'q. Fizika va ximiya qonunlari jonsiz moddalarga to'liq insonga qisman darajada tatbiq qilinishi mumkin. 19-asrdagi xiyollardan Jacques Loebe'ning
dogmatizmlardan nurg'un faylasuf va doktorlar hali ham ishonadigan inson haqidagi fizikalik va ximiyalik uqumlardan cho'qim qutulishimiz kerak. Karrel degan adam debdi buni. Hayotlik hodisa bo'lmasdan mo'jiza hisoblanadi. İnsanın ko'zi yağ to'lgan ko'z orbitasiga o'rinlashtirilgan ko'z qaruchig'isidan tashkil qiladi. Ko'zning qo'g'dash mexanizmisi asti va usti qapoq, kirpik, qosh va shilimshiq pardasi va talalardan meydonga keladi. Ko'zning harakatlari 400 va 2 agri muskuldan iborat bo'lgan mexanizmning turtkisida hosil bo'ladi. Ko'zning harakatini yaş mexanizmisi, yaş bezi, yaş xaltisi ve yaş kanını asallaştırdı. Bu mexanizm köz orbitisini nem bilen təminləb, közünün yallıqılınıb qilishinin aldını alıdı. Köz qarçıqısı 3 qismini təşkil tapqan bulub, sırtıda ve aldıda süzük köz tor pərdisiga ayrılığan, əslində süzük bolmağan köz eqi. Onun astıda kan tömürləri ötüdüğən qismi var. Közünün hareketi üçün ən mühim bolğan nəsə içində körüş siziminin qəbul qılğıcı mexanizmisi bolğan köz tor pərdisidir. Məzkur mexanizmini kiçik tayaqça və model şəklindəki nəhayət səzgür sizim hüceyrələri təşkil qılıdı. Bunların içindən körüş nervisinin səzgürü inçikə talaları çıxıdı. Köz qarçığısının içki elastiklik və süzük suğa oxşaydığan maddə bilən toşqan, onun aldı tərəfində köz qarçığısına yüylənən talalar bilən kirpiksiman maddəyə bağlıq içki əgri linza qarçığı var. Nur köz pərdəsinin közü kirib linzada tarqılıdı və közün arx tərəfində görüldüyən nərsələrin rəsmini təəssür halda əks etdirdi. Bu rəsmdə körüş nervisi tərəfindən meyinin optik mərkəziga yötkülüdü. İki közdən hər biri görülgən nərsələrin rəsmini oxşamagan noktalardan süzüb alıdı. Nervalar tumurluq pərdəsiman körüş mərkəzləri və bu yerdən çoğ meyinin arqa tənchisinin poçtasına kirdi. Bu yer körüş mexanizmisining yeridir. Hər iki közdən meyiga yollagan resimlər bu yerde birleşib, üç qırlıq birla resim bulub çıxıdı. Közün hərəkət üçün intayın mühim bolğan nərsə köz yeşi bəzdirdən tökülgən yaşdır. Yaş közün müngüz pərdə qatlımının nəm qilishini kapalatga ega qilib, tökülgən likozmlarning turtkisida mikroorganlarni vayron qilish orqali közün yallig'lanib qilishining oldini oladi. Yaş bezlerining mashg'ulotlarini miyning 7 nervisi boshqaradi. Bakteriya o'ltira oladigan xususiyatga ega bo'lgan inson ko'z yeshi farmakologiyalik dorilardan ustun bo'lib, 100 dan ortiq virusni vayron qila oladiganligi taxmin qilinmoqda. Bu alaylikni 6000 hassa sug'urilgan taqdirdami yo'qotib qo'ymaydi. Jigarning nurg'un alayliklari bor bo'lib, ajratib chiqarib, tumor ve B1-2 vitamini saklaydı. Ajratılıb çıkılgan maddeler cigerde oksitsizleniş ve hidrolizleniş qatarlıq basqıçlarını baştan keçiriş neticesinde zəhərsiz haletki kilidi. Jigerde yeni kelib ötkünçe metabolizm jarayoni vücutga chiqadi. Glikogenning ambiri sifatida xizmat qilib, qandagi rolini taqsim qiladi. Qon haqida gap qilishga to'g'ri kelsa, qon bedenning her yeriga ozuqluq, öpküden to'qilmalarga oksigen to'shuydi. Bedendeki ziyonliq moddalarni bir taraf qiladi, hormon ve organizmning qo'g'dash kuchining omillari bo'lgan antibiotiklar bilan ta'minlab, beden issiqligining tangpunligida zo'r rol o'ynaydi. Aqqan donchilari ziyonliq moddalar bilan bakteriyalarni yo'q qiladi. Menga 2 cho'ng yarim sharliq oldi menga, o'ttir menga kövrük ve uzartılgan julun ve küçük mingiden teşkil tapıdı. Mine qattiq, yumşaq ve ömüçük toruğu oxşaş bir madde bulup, cem'i 3 perde bilen qorşalgan. Mininin toqulması külreng ve ak cevherden teşkil tapıdı. Külreng cevherinin işide nervi boğumları, ak cevherinin işide intayin sezgür nervi talalarının uçları var. Meyinin tüzülüş haqqında ətraflıq məlumatga erişməkçi bolsanız, anatomiya kitaplarına müraciət qılın. Hayvanlarda insanlar
zavodlarda ishlab chiqargan uskuna va saymonlardan texnik kuchlik va mukammal bo'lgan uskuna va saymonlar mavjud. Buning misollari intayin ko'p. Masalan, qushlarda chaqnaydigan lampalar, cheketkalarda skripka, qurtlarda qo'ng'iroqlar bor. Bular haqida Ander Tetri bir kitob yozgan edi. Tadrijiy taraqqiyot degan hodisa Darwin ilgari surganda qarg'ulacha mexanikalda vujudga chiqmagan. Tabiiy shallanish qonuniga asoslanganda jonliqlar qarg'ulacha mexanikalda taraqqiy qiladi. Tadrijiy taraqqiyot pragmatizmlik, ya'ni foydali prinsipiga mos kelgan va insonga nisbatan nihoyat o'lchamlik va muvofiq yo'nalishda ro'yobga chiqqandek ko'rindi. Bu ahvol insonning kallasida moddada ma'ni yo'q degan qarashni paydo qilib qo'ydi. Biroq shunisi aniqki, ma'niga nisbatan har vaqt g'oya eng shartdir. Shaldiroq quyruqliq yılan nihoyat yuqori kuzatish va infiro qizil nurlarga inkas qaytarish iqtidoriga ega. Amerikadagi Colorado universitetining tadqiqotchilari yılanning beshida infiro qizil nurliq tekshirish asbobi borligini va ustiga tushgan nurga asosan o'zgarishchan hujayralarga o'zgaradiganligini bayqab chiqqan. Yılandagi bu xil inkas qaytarish iqtidori favqulodda yuqori hisoblanadi. Akulalarning burnidami nihoyat sezgir bir elektrlik antenna mavjud. Akulalar bu xil iloylikka tayinib, dengiz ostidagi qumga yushirinib olgan ovlarni topalaydi. Chunki dengiz organizmlari ojiz elektr to'lqinlari tarqatadigan bo'lib, akulalar antennalari bilan bu to'lqinlarni qabul qiladi. Sovet ittifoqi Palla akademiyasining a'zosi bo'lgan Aleksandr Gorboyskiy modda va koinotning qurilmasida nihoyat murakkab va sirli xususiyatlarning borligini e'tirof qildi. Uning bu tushunchasi ko'nroq bo'lib, Eynshteyn qatorliq dangliq olimlarga o'xshash fikrga ega edi. Tuvanda Gorboyskiyning bu haqdagi ba'zi so'zlarini bayon qilamiz. Oq chumila o'g'illarining yasalishiga qancha minglagan oq chumila ishtirok qiladi. Natijada intayin murakkab 3-4 metrlik egiz bir qurilma astoydillik bilan loyilab chiqilgan o'tish sistemasi, havolantirish kanallari, ochliq ombiri, lichinkalarning yerlari qatorli qismlardan tashkil topgan uva vujudga chiqadi. Mundaq bir tajriba elib berildi. Qurilishi boshlangan oq chumil uvasi 2ga ayirib etilib, oq chumillarning birlashishining oldini olish uchun ayrim quyiladi. Biroq uvalar nihoyat qisqa vaqt ichida tamomlanib bo'ladi. Ya'ni bütün yo'llar, kanallar, ambarlar va boshqa yerlar har ikki tarafda o'rtaq holda vujudga chiqarildi. Har bir oq chumila qarshi tarafdagi do'stining ishi haqida to'liq xabardor bo'lg'achqa, o'xshash vaqtda o'xshash ishni qiladi. Lekin qo'shni oq chumilaning qarinishining taqdiri haqida hech qanday ma'lumot yo'q bo'lib, onun bilan hech qanday aloqa qilinmaydi. Navbatda bu hodisani izohlab ko'raylik. Qora chumila uvusining qanday yasalishi haqidagi ma'lumotlardan bütün oq chumilalarning xabardor bo'lishi notayin. Bir oq chumila faqat uvining ma'lum bir qismi haqida bir narsa bilishi mumkin. Shunlashqa, buningdan oq chumila uvus haqidagi ma'lumotlarning chumilalar to'pliqida borligiga hukm qila olamiz. Bundaq ahvolda nihoyat ko'p va atrofliq ma'lumotlarning borligini bila olamiz. Bundaq ma'lumotlarga faqat o'xshash to'pliqlar gavdasida ushurta olamiz. Lekin cheketkilar buningdan mustasno. Cheketkilar birlikda uçqanda asosan dugidek belgilab qo'yilgan yo'nalishda uchishidi. Agar bulardan ichidan bir cheketkini ayirib qutiga solib qo'ysak, harakat yo'nalishini yo'qitib qo'yib, alohzodlik ichida har tarafga uchishga tamshiladi. Navada bu qutini uchayotgan cheketkilarning o'ttirga qo'yib qo'ysak, quti ichidagi cheketga to'g'ri yo'nalishda harakat qilishga boshlaydi. Buningni shu yakunni chiqarishimiz mumkin. Mustaqil organizmlarda kollektiv ma'lumot to'pliq turtkisida maydonga keladi. Shaxslarda ayrim holda mavjud emas. İlgari issiq rayonlarga ko'chgan qushlarning ko'chishida tajribalik yoshqa cho'ng qushlar boshlamchilik rol o'ynaydi deb qaraladi. Biroq
ilmiy haqiqatlar bu qarashning xato ekanligini isbotladi. Yaponiyalik uchar qushlar tadqiqotchisi professor doktor Yamamoto Hirosuke qushlarning kollektiv uchganda rahbarsiz uchadiganligini bayqab chiqdi. Qushlarning beshida bir qush bor deb faraz qilayli, biroq bu ahvolga qarab u qushni boshlamchi qush deb kesib aytishga bo'lmaydi. Chunki qushlarning beshida kuchsiz, tüklari yo'q qushning balasi bor. Gorboviski sözünü mundaq davamlaştırdı. Erkek ve dişi organizmlarning tug'ilish nisbati biologik jihatdan asosan degidek tangpung holatda bo'ladi. Biroq bu nisbat buzilib ketsa yoki bir jins yana bir sababli texmi ko'p bo'lsa, jinsiyat qurilmasining tangpunglish jarayoni o'zligidan hosil bo'ladi. Her qanday bir sabab tufayli dişi organizmlar alsallıqqa tushib qolsa, dunyoga yangi kelganlar ichida dişi organizmlar texmi ko'p bo'ladi. Aksicha, erkak organizmlar azayib ketsa, soni o'xshash nisbati ko'payib boradi. Bu jarayon jinslar tangpung holatga kelguncha davomlashadi. Bir organizmning ojiz ahvoldagi qarshi jinsiyatga ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. İnsanlar nəhayət yaxşı bildiğin bir hadisi bor bo'lib, nüfus tədqiqatçıları bu hadisiga urush yillarının hadisi deyishildi. Urush yillarida va urushdan keyingi mezgillarda erlarning sonida zo'r aziyish ko'rildi. Yuqorida qayd qilingan misollar biologiya dars kitobida elingan bo'lib, tabiatning bu haqiqiy mo'jizalarini din eng ustun aql bilan, Tangri bilan izohlaydi. Penning bu haqdagi butkul izohatlari bo'lsa, o'xshash nuqtaga markazlashgan bo'lib, pen koinotdagi organizmlarni o'zligidan shakllangan degan xulosaga keladi. İnsanning ruhiga buningdan xatarlik va cho'ng bo'lgan ikkinchi bir xurofiylikni tengish mumkin emas. İnsanning ko'zi yoki mingisiga o'xshash mukammal va murakkab bir narsaning tasodifiylikning asri yoki o'zligidan paydo bo'lib qolganligini qabul qilishimizda talab qilish bilan girik afsonalarini haqiqat sifatida qabul qilishni talab qilishning o'rtasida hech qanday bir farq yo'q. Ya'ni her ikisi amaliyotda o'xshash. Bu yerda buyuk islom mutafakkiri G'azzalining bir so'zini ta'kidlab o'tishni muvofiq deb qarayman. Butkul mo'jizlar tabiiydir, butkul tabiat mo'jizidir. Canlılık murakkab mexanizmlarning o'zligidan shakllanishi va moddaning o'z-o'zini idora qilishiga munosabat qarashlarning yuqorida qayd qilingan ahvolga nisbatan birer qimmati bormi? Shvetsiyalik biolog Charles Agen Guyi aqsil molekulasının tasodifiy holda shakllanish ehtimolini hisoblash usuli orqali tepib chiqish uchun tadqiqot elib borgan. Hammaga ma'lumki, aqsil molekulasi eng az deganda 4 elementdan tashkil topgan. Charles hisobni oddiylashtirish uchun molekulaning faqat 2 elementdan tashkil topganligini, tarkibida 2000 atom borligini, atom og'irligi 10, molekula asimetrisi 0.9 deb faraz qilgan. Oddiylashtirilgan bu sharoit ostida aqsilning tasodifiy holda shakllanish ehtimoli 2.02 ko'paytirilgan 10 321 bo'ladi. Agar bu natija vaqt bilan yerning cho'nglik fasillari ichida tahlil qiladigan bo'lsak, u vaqtda Charlesning faqat birli molekulaning maydonga kelish uchun sekundda 500 trillion chastota bo'lish sharti ostida 10.243 trillion yil ketadi. Buningga asoslanganda hayotlikning tasodifiylikning asri sifatida dunyoning yeshi deb faraz qilingan 4 milliard 600 million yil ichida maydonga kelishi qat'iy mumkin emas. Bu hisob Federativ Germaniyaning Göttingen shahridagi Max Planck'ning biofizik ximiya instituti tadqiqotchilaridan bo'lgan va 1968-yili Nobel ximiya mukofotiga erishgan Manfred Eigen tarafidan qaytadan elib berilgan. Eigen faqat bir aqsilning molekulasining tasodifiy holda maydonga kelish uchun
planetamizning bütün suyuning mo yetmaydiganligini isbotlab chiqqan. Hatto bütün koinot ximiy moddalar bilan to'lib ketgan va bular izchil reaksiyalashib ketgan ahvoldimi koinot opirdi bo'lgandan bu yanqi o'tgan qancha milliard yilmi muayyan bir oqsil tipining maydon kelish uchun yana yetarli bo'lmaydi. Bu haqiqatlar oldida Eygin hayotlikdan burunqi tadrijiy taraqqiyot degan nazariyani o'ttirib qo'ydi. Yadro kislotasi ba'zida hayot qobiliyatlarini e'tirof qilganlikdan mazkur nazariyaga hayotlikdan burunqi hayot degan nom berildi. Modda, murakkab va entropiya oldida birdilla bir tartib, sistema, tabiiy shallanish, birdeklik prinsipi o'ttirg'i chiqib qoladi. Biroq bu moddaning ta'rifini qat'iy izohlab berilmaydi. Qadrli qarindoshlarım, Ali İzzet Begovich'ninki Şərq bilan G'arb arasida İslam degan kitobdan Jonliqlar dunyosining dualizmi degan mazmunni ko'ryapmiz, jinim do'stlar. Angliya Xon jamiyati astronomiya jamiyatining sobiq boshlig'i Frederick Hoyle va Cardiff universiteti professorlaridan Kandra Vikrama o'xshash masala ustida fikr yurgizdi. Ular hayotlikning tunji qatim zaminda borliq kelmaganligini, biroq koinotning cho'nqurliklaridan olam bulutlari turtkisida import qilinganligini o'ttirib qo'ydi. Ularning qarashicha koinotda biologik faoliyat zamin shakllanishdan ilgari borliq kelgan. Sovet olimi Re Balandin mundaq deydi. Zaminda ximiyaviy tarkiblarni birikma sifatida borliq keltiradigan 1 milyon tecrübehanının qancha milyon yildan buyon to'xtamay harakat qilayotganligini faraz qilaylik. Bundaq ahvoldimi ehtimollik asosan yo'q deyarlik. J. Holdingning hisoblashicha bundaq bir ehtimollik faqat 30 bu son yani 31.310 etrafında bulundu depte kadarlı qarindoshlar. Qanchalik san ekanligini uqolmay qoldik. Aqsilning bir molekulasының o'zligidan borliq kelish ustida ahvol yuqorida qayd qilingandek bo'ladi. Bu molekulaning jonliq organizmiga asosan nisbati bir xishning putib bo'lgan bir binoga bo'lgan nisbatiga o'xshaydi. Ahvol shundoq murakkab turuqliq inson ko'zining mukammalligini moddaning o'zligidan taraqqiy qilish prinsipi bilan eng yuqori saviyada bo'lsa-mu, qandoqmi izohlig'i bo'lsin. Molekularlik biologiya ilmi jonsiz modda bilan jonliq modda o'rtasidagi zo'r farqni nihoyat tuban darajaga tushirib, zo'r muvaffaqiyatga erishdi. Biroq farqning eng tuban saviyaga tushishi molekularlik biologiya mutaxassislariga nisbatan shunchalik murakkab. Hal qilish intayin tas bo'lgan masalaga aylanib qoldi. Bu masalaga, ya'ni farqning eng tuban saviyaga tushishiga sal qarash ilmiy jihatdan nomuvofiq bo'lish bilan birga rasmiy materializmning mayliqlaridan biridir. Mono ziddiyatlik masalani qanday izohlash mumkin? Qazilma xizmatlari asnosida o'zaro munosabat ishida bo'lgan yoki muayyan g'oyaga muvofiq shaklda tartiblangan ikki tosh bayqalganda bularning intayin qadimiy davrda yashab o'tgan insonlarning asr ekanligiga darhol hukm qilamiz. Biroq bu toshlarning yanida bir inson kallasi topilsa, bu inson kallasining ong sohibi bir maxluqning asri ekanligini xiyolimizga keltiribmi qo'ymaymiz. İnsan mushundaq mukammal yaratilgan inson kallasini o'zligidan va tabiiy paydo bo'lgan deb qaraydi. Lekin toshlarni insonning asri deb qaraydi. İnsonni yaratgan Allohni bo'lsa inkor qilish orqali nodonligi va johilligini izchil davomlashtirdi. Zamonaviy inson koinotdagi har narsani osonla biladiganligini, tushuna oladiganligini, murakkab emasligini o'ylab oladi.
İnsanın bu əliyul əlalıqı əslində pen ve pen dep car silip yürgen cahillikning əsri xalas. En çoğ sır aldırımı məğrur turub elişqə adetlengen insan her nersinin sırrını yişərəydiğanlıqı işin olur. Bırak insan gayb ve yuşurun nerslerini körelmeydi. Şunlaşqa bu noktalarda insanın cahilliği ve aldın hüküm ve hulasları alaylı gevdilindi. Qarlıqaşlar küz pəslində Avropadan Afrikanın çət rayları köçüdü. Bahar pəslində öz məkanları qayıtıb gelib, öz vaxtında qaldırıb ketken oğullarını tapıdı. Köçüşünün zörür işgəllikini ve hərəkət vaxtını qandaq bilələydi. Qarlıqaşlar öz məkanları qayıtıb gəlgəndə netçi milyon nüfusu boğan bir şəhərdə qançı minliğan bina arasındaki məlum bir ögzüge qaldırıb ketken oğullarını qandaq tapalığan, bu suallarga özünü qaltız çağlaydıgan, məğrur nadanla, oylanmasdınla, təbii sezimiga asasen tapalaydı degen addi cevaptı verip qarab duruşudu. Ya ki təbii şallanış ufquma tilgə elinganlı bolsa, meseleni mundaq izahlaydı. Soğuktan teximi istiqrayla köçüp ketişini zörür tapqan qarlıqaşlar neslini davamlaştıralaydı. Zörür tapmağanlarının bolsa nesli yoqaydı. İssiq rayonga köçüp ketişini zörür tapqan quş türü tabii şaraitlarga qarşı güreş qilish esnasida neslini davamlaştırış üçün köçüş kerakligini peydinpey düşünüp yetidi deymiş. Demek ki ularning qarşı bolsa qarlıqaşlarning köçüşge tabii intilişi qancha minliğan qarlıqaş nesli tarafidan jug'langan hikmetning neticesi iken. Bu yerdeki mesele bundaq addi ve külgülük cevapta bulmasdan cevap bergüçünün meseleni izahlayalaydıqanlıqını ve sualga mükemmel cevap beralaydıqanlıqını oylu belişidi yatıdı. Başqış qilib etsaq, haqiqatni tepişinin birinci şerti nainiqliqni rad qilishdir. Eynişten başqalarga nispeten iniq ve aydın boğan bir meselenin çoqum yeni bir bilinmegen ve aydın boğmagan tarafini barlıqını eğitip nisbilik nezriyesini otturu koydu. Sənət, felsefe ve din insanın dikkat itibarını nainiq meselelerge, sırlarga ve gayiplerge buraşını məqsəd kılıdı. Bundaq boğanda eğimiz ve ruhimiz oygaq durdu. Bunun da köz tutulğunu bir nersini biliş yaki tunuş bulmasdan bir nersini bilmeydiğanlıqımızını yaki habersiz işkirlikimizni xabarimiz boğan bilmeslikimizge aylandırıştan ibaret. Nadan bilen ilim ehli oturuski farq del muş yerde yatıdı. Her işkilisinin bazı mühim meselelerde az malumatı buluşu mümkün. Bırak nadan cahillikni bilim süpütüdü sunudu ve her nerse onun aydınlaşıp boğandek hareket kılıdı. Nadan gayib ve möcüzlerini körelmeydi. Bu ahval emini hayatta eğir akıbetlerini keltirip çıkırdı. Bazı meseleler aldı da nadallar ilim ehlilerinin üstün orunda durup kalıdığan ahvallarını körüldü. Bu ahval meditasiya, çonqur oyğu birilişinin manevi haletiga tamamen ziddir. Çünkü çonqur oyğu biriliş fakat dünya manzarasının sual, nainiq ve sırlar bilen tolgan yerinde mevcuttur. Her nerse oçuq ve aydın boğan yerde meditasiya yoktur. Platon felsefenin mənbəsi heyranlıqdır degen bolsa, Jasper heyran qilish insanı ügünüşke yetekleş demektir deydi. Sir bilen meditasiya paralel bulup, bu noktada din bilen meditasiya bir-biriga bağlıqdır. Sirning mevcutluğunu inkar qilish ameli ateizmning asasliq alaylıklarının biri hesaplandı. Avam turmuşida meditasiya yok bulup, şonlaşqa avam hiç qandaq yerde nainiq ve sirlarni körmeydi, heyran kalmaydı, bilinmegen ve gayip nerslerden korkmaydı, yani ruh bilen yaşamaydı. Birer mesele peyda bolsa, onu derhal nam berip, onu hal boldi dep qarab, özünü aldap yurdu. Mesela, tabii mayillik maddenin yuqori seviyede özünü teşkilleşi, yuqori seviyede teşkilatlangan maddenin mürekkep körünüşleriga oxşaş ifadelerdir. Şonlaşqa, nokol alimlar
tədqiqatçılar və ilim əhlilərinin sayəsində hayatni düşəngili olmaydı. Çünki hayat hadisi buluş bilen birge möcüzələr bilen tolgan. Rəssam Cin Dubu Fifet dərəx meni şundaq heyran qaldırdı ki, onunla heyran olmay turalmadım deydi. Hayatni düşünüş üçün birdən bir yol, heyranlıq bolsa gerek. Qadirli qırindaşlar, Gumanizmning ma'nisi degan mazmun borken, bu mazmunmo xili salmoqni egallaydigan, 10 bet keladigan. İnşallah bunu keyingi soatlik dersimizde birlikte öğünümüz. Onun için ikinci bab kültür ve medeniyet degan babga ötep ketadiganmiz canım dostlarım. Anda olsa yine bir saatlik tedbiriyay şerik bilen garip arasında İslam Ali İzzet Begovich'nin kitabının öğündiğen mezmun müşahede tügüde bugünkü mezmun inşallah 6. saatlik tedbiriyay sin dersimizi görüşküçü aman bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.